Ko'z tegmasin. Assalomu alaykum. Qandoqsiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sog'misizlar? Salomatmisizlar? Charchamay ishlayapsizlarmi? Mana biz ham tepaga o'tdik. Xudo xolasa. Ikkinchi etaj boshlanibdi mana. Hamma narsa qo'yildi ichkariga. Faqatgina endi pollik qo'yildi-da. Ha. Vaqt kelib ketaveradi-da. Havo juda issiq, ha, ko'z tegmasin. Bu ham bir omadda. Shunday, ha. Baxt deydi-ku. Xuddi shunday. Assalomu alaykum. Nima kameradan qochib Sherik aka? Yaxshimisiz? Ishlamagan ha bular. Shuncha narsa qalang qarang. Shunday. Assalomu alaykum. Oygaga, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ishlar zo'rmi? Yehe, men o'zim chiqib boraman hozir oldingizga. Siz tushmang. Yiqilasan, chiqma. Mayli, men yiqilsam yiqilay, siz yiqilmang, Araba chiqarat, hozirroq. Strabelarni oshiribsizlar-ku mana aka. Ha? Xudo xolasa mana oshirishibdi. Shiferlar kelibdi mana aziz yurtdoshlar. Xudo xolasa. Nechtadi shifer? Mana 70 ta shifer kelibdi aziz yurtdoshlar, xudo xolasa. Keyin strabelar kelgan. Strabelar arasi necha bo'libdi-da? Bizda bu 60. Qanday bayi? Mana jo'qqa soling yaxshimi? Assalomu alaykum Muzzaga. Yaxshimiz, zo'rmisiz? Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Zo'rmisiz? Xudoga shukr. Salomlashyapman-ku. Ha, kiraylik qancha kelganmizda? Xudo xolasa mana aziz yurtdoshlar tepaga ham chiqib oldik. Xudoga shukr aka, o'zingiz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Issiqlar bilan charchamayapsizmi? Issiq normalniy bo'ladi. Xudoga Endi shukr. yoz endi. Shunday, ko'z tegmasin, havo shunday bo'lib tursa, ishlar avjiga ketaveradi. Xudo xolasa. Jobir. Qo'yilami? Joyi ham bu? Bu tet beramiz endi. Yo, joyi ham bo'ladimi? Hamma joyi. Tirib kelaveradi shunda. Bu taraflar terib kelinibdi bir boshdan. Boshdan terib kelyapti. Bu taraf terilsa, mana bu taraf terilsa, havoga bir qilib beradi. Arasi to'rg'ish ekan, har bittasini arasi. Strabelar. Assalomu alaykum. Ha, salomat bo'lsin. Tirik ekanmi? Assalomu alaykum, va alaykum assalom, va alaykum assalom. Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim, mehribonlar, jigarlarim, hormanglar ishlar bilan charchamasdan ishlar yuribsizlarmi? Ey, yashaylar sizlar, charchamaylar. Omadlaringni bersin ilohim. Shunday bo'lsin. Ming bersin. Yashasin dollar bobom. Yashaylar, yuzlarga kirib yuringlar ilohim. Shunday. Malades. Ana shunday qilib teryaptimizda mana. Islomboy. Joni sog' bo'lsin. Havo zo'r, ko'z tegmasin. Zo'r. Faqat peshonamiz sho'r. Nima ya? Sho'r deydi. Yitsa kallasini kuydiribdi. 8 ta bo'ldi bugun. 8 ta bo'ldimi? Ha. 8 ta kallasini kuydiradi bu issiq. Ancha baland bo'pti lekin, ha? Mana. So'rilsa bo'lar-ekan o'zi. Ha. Hozir mana Bo'lib chiqqaning-ku, terilmay bo'lmasa. Hozir buning ustidan yana teriladi-da, to'g'rimi? Yo, bo'ldimi? Devor ketadi endi, bo'ldi. Tushtirishga 3-chi etaj devori. 3-etaj devorimi? Mangacha 2. Mana Hozir tushtirish teriladimi devori? Ha. Yo'q, Supa ketaveradi. Siyoska bo'lmaymi? Sivaskada shu. Keyin eng oxiriga terib olamiz-ku. Terib ketaveraymi mana? Bitta sisma yuramiz, bo'ldi 10 sm. Shu bilan tugaydi, ha? Bilan tugaydi. Ikkita uchta ketadi. Ana. Bir nechta strabelangiz boja? Dollar boja? 2 4 6 8 ta ketdim mana shu uyga. 9 ta. Bo'ldi tamam, yana oldi. Bunisiga 10 ta ketdi. 50 to'g'ri o'rga ketdi. Dona ko'chiramiz. Ikkita to'g'ri. Ana. Shu adil.
Nechidan tushyapti-da Elbek aka bu? 55 tusham deymanda. 50. Ha, 50. Endi eda qisqa kelgan. Og'irroq bo'ladi. Ana. Belli tamam. Tugami? Ha. Qumimiz yetmaydi yo. Bugun olib kelamiz. Olib kelamiz bugun. Xudo xohlasa mana aziz yurtdoshlar o'zi ishlar avjida strapilarni o'zi qo'yishibdi. Xudo xohlasa aras yig'ishlarni terib bir boshdan kelishib tushda bo'lamiz. Ishlar avjidamaniki. Ancha zo'r bo'lib qolibdi. Mana buni kimnikini bu? Ko'z tegmasa. Nima? Ya mayli, nariyoqqa boraveramiz. Ha, bo'ldi. Devoltaya. Bitta g'isht qo'yinglar, g'isht qo'yinglar. O'rniga bo'shlar. Bu nimani kabildi dollar bu? Bu kabil nimaniga oq? Oh, mana simni ulab tushdik. Sim taylab qo'yaylik endi. Shundan olinadimi? Ha, Chakcha qo'yilmagan. endi qo'yadi-da. Hozir indamaydi. Avtomat qurilishga hech kim indamaydi. Agar bo'lsa 1 oylik to'lab keladi. Qurilish qurolman deb hech narsa qilmaydi. Endi biz tomonga shundayki, to qurilishimizni bitguncha shuna ana 1 oylik to'lab kelamiz, qog'ozing bo'ladi. Kirtingizda qilsa mana uni ko'rsataman. Ha, qog'ozi. Ha, chekini. To'lov chekini. Vremenni deb ana qiladi-da. Yopishib qolgan bu yoqqa tushib ketgan birmuncha. Vremenni deydi. Vremen. Narsalar bularlar keldimi? Bular ham olib keldinglar? Ha, yoqda strap kiyiladi. Yuringqa. Keling, nima norozi bo'lasiz, bir yurtdoshlar ko'rsataylik endi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Nima deysan endi? Birovni uyiga. Shu kecha ketmasdan aloqa qilish kerak edi. Yaxshi, salomat bo'ling. Endi bir ketganmi ko'rolmang endi. Ketmaysan. Mana shu yerda kechgachamanmi? Sen ham kechgachaman. Sen kasal bo'lishing mumkin, sen kechga. Mas. Hasanboy. Alaykum assalom. Kirdi ichkari, kir. Yo'q, yechirib ketmasin bu. Kir ichkari. Qas. Mana. Rika, Strapila, Rus. Hammasi ketdi. Hammasi keldi. Tanlovlar kelgan ko'rdingmi Ha, tanlovlarni ko'rsatdik kecha. Mana taxlab qo'ydik-da bu yerga. Zo'r bo'pti mana ki. Mana endi eqqa shipirlarni tushirdingizmi? Ha, shipirlarni tushirdik. Ey yashang. Baraka topmang. Hasanjon ishni yop oling. Kuchi chiqib ketmasin. Bachalar yuribdi, ishtirib ketsa, tishlab olmasin. Valladdes. Ana shunday qilib hozir endi bizga bir boshqa qum kerak nasib bo'lsa. Qum aytildimi yo aytamizmi endi? Pul yo'q-ku hali. Pul yo'q-da, Islomjon. Ha, yurtdoshlar padishga qilishib tushuncha hammalariga rahmat. Mana bir kamas. Va alaykum assalom. Qanday? Zo'rmi? Sen shergaksan. O'shanga keldim kecha, yo ishlamayotgan ekansizlar. Menga nima deysan? Mana shunday burilasan, ko'chaga temir darvoza bor, o'ng qo'lga. O'shani taqillatib, garang qidasan. Sen Men bilmayman deb. chaqaloq yig'lamas, ona indirmaydi. Tushundingmi? Shuning keling, akajon, davay, yordam qiling deb ayting. Videodan keyin hech kim telefon qilmadimi? Qildi, Rossiyadan chiqdi-ku. Nima dedi? Keldimi? Rossiyadan, endi ruschani bilmayman, endi qo'rqaman-da, baribir. Ruschani bilma, kuta olasanmi-da? O'sha gaplashgan odam men bilan gaplashtir, men ham o'zim Bir gapni aytmaydi-da. yo bu Kutib olaman deydi-da, keyin yo'q. Sil hech nima hal qilmay, hal qiladi-da, endi boshlanishi bo'ladi. yo Qarshidan tuzish chiqmayapti-da. Qarshidan? Toshkentdan ham tuzish chiqmayapti. Biza bilan ishlar kerak. Shunday qilyapti. Kim bilan gaplashyapti? Hozir keladi. Boshliqdan qanday bo'ladi? Bir kunga necha pul bo'ladi? Biladi hozircha. Yaxshi endi bir urib ara surga kelmaydi. 100 ishlayapsanmi? 100 bo'lmaydi, 70 ta bo'ladi. Biz aka kunga 50 ming, 40 mingdan tushadi. Bo'ladi. Bo'ladi, nima?
Go'ya 200 ham ishlaydi, 300 ham ishlaydi. Ha, Shunday. vaqti kelgan. Otasiga ko'rinmaydi. Biz Toshkentga ketgan. Ketdilar. Keladi. Bittami. Agar kelsa bugun ham kelib qolishi mumkin. Ha. Shunday. Mayli. Ha, beklar, boss. Yuk bilan bossda buni. Ha, bo'ldi. Hozir yuktalib kelaman. Ha, mana. Mayli. Haydi, ko'proq berishsiz. Dollar bu aytdi. Ha. Yashang. Omadingizni bersin ukajon. Siz garang qilavering buni kelib. Sanjar akanimi kimni? Ha. Olib keting. Bo'lmasa mana agar u yo'q desa mana Sherzod akangiz bu yoqqa ham ketadi yaqinda. Ha, nomerlarni beraman. Olib ketasiz shuni. Qani? Badabiylar Alhamdulillah. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat. Like'larni bosinglar, yurtdoshlar, xudo xolasa, manaki ishlar avjida, ishlarni o'zi terishda boshlangan. Hozir polini urib taylaymiz. Ikkinchida boshlandi, ha? Nasib. Polni urib taylaysiz hozir. Polini ham urib taylab, divolni ham hozir g'ish keladi abitdan keyin. Ikkinchida g'ishini ham terib taylaymiz. Bitta birdan ketadi. Ikkinchida shu turish ketadi, uzunasi-ya. Mana shunday ketadi. Xuddi pastiga qanday uy bo'lsa, tepaga shunday bo'ladi. Yo, darvozaxona usti bilan ketadi, to'g'rimi? Shuni aytaman-da men. Mana bu uyga bu uy qo'shiladi, mana darvozaxona. Ha, katta mehmonxona bo'lar ekan bu ham. Zinani qayerdan quradigan bo'ldinglar? Ichkarida. Xudo xolasa. Like'larni bosinglar, yurtdoshlar, podpiska bo'lib qo'yinglar, xudo xolasa. Mana bosaveramiz. Havo chotki. Havodor degan. Toldan boshqa meva zo'r. Nima edi?